Holingizdan eng kichikgina ham yaxshi ish keladi, darak qilmang. Sa'diyo mardini ki nom namirad dargiz. Murda onas ki nomash bani kuyina baram. Asli o'li o'shadiki har qachon tirik bo'lsa bir aytmasa ko'rdi jamiyaga xalq eshitmasa, foydasi maxluqqa ko'rdi, foydasi eshitma. Asli o'li. Ba'zi insonlar bu o'lgandi, ammo har joyga qarang tirikdi. Umar Faruq 4 sahoba tobiin bilan ketibdi, ammo har jalsaga biron ot tirikdi. Nima uchun? Bular ummatning mushkulini hal qilishga, bir insoniyatning mushkulini hal qilishga hech ko'tariq qilgan emas. Ba'zi insonlarni biz tanimiz ko'rdi, hamisha mardimni ko'rdi mutavajjih. Shuni Xudo menga shu obro'ni berdi. Xudo menga shu izzatni berdi. Xudo menga shu mol berdi. Endi Xudoning yo'liga baxotir o'z kamyobligi uchun harakat qilaydi. Qarangki, dunyodan ketibdi, ammo biz hamisha yaxshilikka yod qilamiz. Biz ham mana shunday inson bo'lishga javoblar tasmim oladi. Axloq ummatning dardiga, mushkulotga yetishlik bizning vazifamizdir bu. Bunga ko'tariq qilmaylik. Agar bir nafarga pul berilsiz qarzdordi. Ko'rasiz bechora faqir, muhtojdi. Yo'qdi. Anadiratun ila maysara. Sizga bordi, to endi shuni ko'rdi, to pul qoriga keltirguncha tahammul qiling. Sabr qiling. Endi bunga ko'rdi, past ustiga yug'urib, diga ko'rdi, keyin sudga jamlab qo'ymang. Va man yassara. Oson tuting bo'ling. U faqir, muhtoj ish narsasi yo'q. Qarz berishlik qancha savobdir. Endi bu savobni tabdil ma'siyatga qilmang. Payg'ambar Alloh taborak va taolo aytadi-ku, sizlar endi vaqti birda qarz oldi, bera olmadi, bunga endi oson tuting. Ko'p qiynamang. Agar va'dasiga bera olmadi, o'sha aytgan va'dasiga siz endi ayting, Alloh uchun endi vaqt beraveraman. Yo'qdi bechoraga. Oson tuting, to Alloh qabriga sizga oson tutsin. Allohni bir bandasiga oson tuting, to maydoni mahsharga sizga oson tutsin. Sahgir bo'lmang, yo'qdi bechoraga. Bo'lsa